Bugun men sizga avgust oyida pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va ko'pchilik kutayotgan masala haqida gapirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki pensiyaga chiqishga yaqin turganlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ishlayotgan fuqarolar va hatto chet elda ishlab kelgan yurtdoshlarimiz uchun ham ahamiyatli. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat, bitta kunlik kechikish yoki bitta noto'g'ri ma'lumot odamning oyma-oy oladigan puliga bevosita ta'sir qiladi. Men bu videoda sizga avgust oyida pensiya jamg'armasidan qanday yoqimli yangiliklar bo'lishi mumkinligi, kimlar pulni ko'proq olishi, kimlar qayta hisob-kitobdan foyda ko'rishi, kimlar esa shunchaki tinchgina tekshirib qo'yish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida eshitgan odam pulini, vaqtini va asabini tejaydi. Avvalo, eng katta muammo nimada edi? Shuni ochiq aytaman. Ko'p yillar davomida odamlar pensiya masalasida bir xil muammoga duch kelib kelishdi. Kimdir ish stajini to'liq tasdiqlay olmadi. Kimdir eski korxonasi yopilib ketgani uchun ma'lumotnoma topa olmadi. Kimdir ish haqi bo'yicha arxiv hujjatlarini yig'ishda qiynaldi. Ayrimlar esa pensiyasi tayinlangandan keyin ham mening stajim ko'proq edi, ish haqim yaxshi edi, nega qo'shimcha hisobga olinmadi deb yurishga majbur bo'ldi. Oldin ko'p jarayonlar qog'ozga bog'liq edi. Fuqaro o'zi borardi, ariza yozardi, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma so'rardi, arxivga murojaat qilardi, keyin pensiya jamg'armasiga qaytib kelardi. Bir hujjatda familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan bo'lsa ham ish cho'zilib ketardi. Masalan, mehnat daftarchasida Karimov deb yozilgan, pasportda Karimov Shavkat deb to'liq yozilgan. Lekin eski buyruqda otasining ismi tushib qolgan bo'lsa, bu ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin edi. Natijada odam haqli pulini vaqtida ololmasdi yoki kamroq pensiya bilan yurib qolardi. Endi esa o'zgarish nimada? Pensiya tizimida raqamlashtirish, ma'lumotlar bazalarini solishtirish, avtomatik qayta hisob-kitob qilish, hujjatlarni elektron tekshirish kabi jarayonlar kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, ayrim fuqarolarning pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi, ilgari hisobga olinmagan ma'lumotlar aniqlansa, pensiyaga qo'shimcha qo'shilishi, ba'zi to'y-to'valarga to'lovlar vaqtida va aniq yetkazilishi mumkin. Avgust oyidagi yoqimli syurpriz deganda ham men aynan mana shu jihatlarga e'tibor qarataman. Odamlar o'z huquqini bilsa, hujjatini tekshirsa, ayrim holatlarda qo'shimcha pul olish imkoniyati paydo bo'ladi. Buni noto'g'ri tushunmaslik kerak. Bu hamma odamga bir xil miqdorda pul tarqatiladi degani emas. Men ekspert sifatida har doim aytaman. Pensiyada hamma narsa individual. Bir kishining staji 25 yil, ikkinchisiniki 38 yil. Bir kishi butun umr eng kam ish haqi atrofida maosh olgan, boshqasi yuqori ish haqi bilan ishlagan. Bir kishining mehnat daftarchasi toza. Ikkinchisida bo'sh joylar, tasdiqlanmagan davrlar bor. Shuning uchun hamma falon so'm oladi degan gaplarga ishonib ketish kerak emas. Eng to'g'ri yo'l o'z holtingizni tekshirdirish. Birinchi navbatda bu yangilik yoshga doir pensiya oluvchilar uchun muhim. Agar siz allaqachon pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz kamdek tuyulsa, men sizga befarq bo'lmaslikni maslahat beraman. Kam pensiya har doim ham faqat maosh past bo'lgandan emas. Ba'zan stajning bir qismi hisobga olinmagan bo'ladi. Ba'zan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq olinmagan bo'ladi. Ba'zan ayollar uchun bolani parvarishlash davri, harbiy xizmat davri, o'qish davri yoki boshqa qonuniy davrlar noto'g'ri baholangan bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy hayotiy vaziyatni olaylik. Gulchehra opa 1990 yildan 2020 yilgacha turli tashkilotlarda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda unga 27 yil staj hisoblab berilgan. Lekin aslida u 3 yil bola parvarishida bo'lgan, yana 2 yil eski tikuv fabrikasida ishlagan. Bu korxona keyin yopilib ketgan. Agar arxivdan yoki elektron bazadan o'sha davrlar tasdiqlansa, uning umumiy staji 32 yilga yetishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Balki qo'shimcha juda katta bo'lmas, lekin har oy bermang. 200 ming yoki 300 ming so'm farq qilsa ham, yil davomida bu sezilarli pul bo'ladi. Ayniqsa dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat narxlari sharoitida bu pulning ahamiyati katta. Ikkinchi toifa pensiyaga chiqishga yaqin turganlar. Erkaklar va ayollar pensiya yoshiga yetishdan oldin kamida 1 yil oldin hujjatlarini tekshirishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pensiya yoshiga yetadi. Keyin shoshilib hujjat yig'adi.
Shunda ma'lum bo'ladiki, mehnat daftarchasida bir korxona muhr qo'ymagan, bir davr bo'yicha buyruq raqami yo'q, bir joyda sana noto'g'ri yozilgan. Natijada pensiya tayinlash kechikadi yoki vaqtincha kamroq miqdorda belgilanadi. Agar siz avgust oyidan boshlab o'zingizni tayyorlasangiz, keyingi oylar ichida hammasini tartibga keltirishga ulgurishingiz mumkin. 3-toifa. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqa oluvchilar. Bu yerda ham e'tiborli bo'lish kerak. Nogironlik guruhi tibbiy xulosa, qayta ko'rik muddati, ish staji, daromadlar va boshqa mezonlar pul miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim odamlar tibbiy ko'rikdan o'tish muddatini o'tkazib yuboradi. Keyin to'lov vaqtincha to'xtaydi yoki kechikadi. Ba'zi hollarda esa guruh o'zgargan bo'ladi. Lekin fuqaro hujjatlarni vaqtida topshirmagani uchun yangi miqdor o'z vaqtida hisoblanmaydi. Men bunday odamlarga alohida aytaman, sizga tegishli to'lov bor ekan. Uning muddatlarini nazorat qilish sizning manfaatlaringizni himoya qiladi. 4-toifa. Boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu masala juda nozik. Oilada ota yoki ona vafot etgan bo'lsa, voyaga yetmagan farzandlar, ayrim hollarda kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari tegishli pensiya yoki nafaqa olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik bu faqat bolalarga beriladi. Men ariza bermasam ham avtomatik keladi. Kech bo'ldi, endi bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bunday xatolar pul yo'qotishga olib keladi. Agar oilada boquvchisini yo'qotish holati bo'lgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilib, huquqni aniqlashtirish kerak. 5-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu juda ko'p uchraydi. Ishlayotgan pensioner uchun asosiy savol: mening keyingi ishlagan davrim pensiyaga ta'sir qiladimi? Qayta hisob-kitob bo'ladimi? Ish beruvchi badallarni to'g'ri ko'rsatyaptimi? Agar ish beruvchi sizni rasmiy ishlatmasa yoki daromadni to'liq ko'rsatmasa, bu kelajakdagi huquqlaringizga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, qo'lda pul olish qulay ko'rinishi mumkin, lekin pensiya hisobida rasmiy daromad va rasmiy staj katta ahamiyatga ega. Endi aniq raqamni misol keltiraman. Tasavvur qiling, Akmal aka 35 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. Pensiyasi shartli ravishda 2 million 1 ming so'm bo'lgan. Keyin ma'lum bo'ldiki, uning 1995-1998 yillardagi ish davri arxida tasdiqlanmagan deb hisobga olinmagan. Agar shu 3 yil tasdiqlansa, pensiya formulasi bo'yicha uning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada oyiga 1 ming so'm qo'shilsa, bu 1 yilda 1 million 800 ming so'm degani. Agar qayta hisob-kitob o'tgan davr uchun ham qo'llansa. Ayrim holatlarda qo'shimcha to'lov ham chiqishi mumkin. Lekin bu har doim avtomatik va hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Hujjat sana va arza tartibiga bog'liq bo'ladi. Yana bir misol. Dilbar opa umrining katta qismini maktabda ishlagan. Keyin 5 yil xususiy bog'chada tarbiyachi bo'lgan. Xususiy tashkilotda ishlagan. Davrida uning nomiga ijtimoiy soliq yoki tegishli badallar to'g'ri yuritilgan bo'lsa, bu davr ham pensiya hisobida muhim bo'lishi mumkin. Lekin tashkilot ma'lumotlarni noto'g'ri topshirgan bo'lsa, tizimda bo'shliq paydo bo'ladi. Dilbar opa men ishlaganman-ku deydi. Ammo pensiya jamg'armasi uchun buni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Shuning uchun ish beruvchidan ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar elektron bazada to'liq ko'rinib turgan bo'lsa, ish stajingiz va ish haqingiz bo'yicha e'tirozingiz bo'lmasa, siz vahima qilishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki pensiya masalasi shunday soha, bugun kichik tuyulgan tafovut ertaga katta summaga aylanishi mumkin. Ayniqsa 1990 yillar. 2000 yillarning boshlarida ishlaganlar, korxonasi yopilganlar, bir necha joyda ishlaganlar, familiyasi nikoh sabab o'zgargan ayollar, harbiy xizmat yoki bola parvarishi davriga ega bo'lganlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Endi eng muhim qismga o'taman. Qaysi holatlarda odamlar adashadi va nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Birinchi xato, menga qo'shimcha pul avtomatik tushadi deb kutib o'tirish. Tizimlar raqamlashtirilmoqda. Ayrim ma'lumotlar avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin hamma holatda ham fuqaro ishtirokisiz masala hal bo'lmaydi. Ayniqsa eski hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, chet elda ishlagan davr, familiya o'zgarishi.
Sud qarori bilan tasdiqlanadigan holatlar bo'lsa, ariza va hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi xato ijtimoiy tarmoqlardagi har xil xabarlarga darrov ishonish. Avgustda hamma pensionerga falon million beriladi. Pasport bilan borsangiz pul beradi. Faqat bugun ariza qabul qilinadi degan gaplar ko'p tarqaladi. Men bunday xabarlarni ko'rganingizda darhol rasmiy manbadan tekshirishni maslahat beraman. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi, rasmiy veb-saytlar, davlat xizmatlari markazlari, yagona portal yoki ishonch telefonlari orqali aniqlashtirish kerak. Pul masalasida shoshilish ko'pincha firibgarlarga imkon beradi. Uchinchi nozik jihat, pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. Ko'p odam men 20 yil ishlaganman, nega qo'shni bilan pensiyam farq qiladi deb so'raydi. Sababi oddiy. Pensiya hisobida staj bilan birga ish haqi. Qonundagi hisoblash tartibi, imtiyozli davrlar, eng kam miqdorlar, ustamalar, nafaqa yoki pensiya turi kabi omillar ham bor. Masalan, ikki odamning staji bir xil bo'lishi mumkin, lekin biri yuqori rasmiy maosh olgan, ikkinchisi kamroq rasmiy maosh olgan. Natijada pensiya ham farq qiladi. Yana bir odamda nogironlik bo'yicha qo'shimcha huquq bo'lishi mumkin, boshqasida yo'q. To'rtinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan odamga noto'g'ri ma'lumot asosida ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun hujjatni ataylab noto'g'ri ko'rsatish, soxta ma'lumotnoma berish, ishlamay turib ishlagan deb rasmiylashtirish juda xavfli. Bugun pul ko'paygandek ko'rinadi. Lekin ertaga katta qarz va huquqiy muammo paydo bo'lishi mumkin. Men har doim qonuniy yo'lni tanlashni maslahat beraman. Chunki pensiya masalasida har bir ma'lumot tekshiriladi. 5-jihat bank kartasi va to'lov usuli. Ayrim pensionerlar pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Ayrimlar pochta orqali oladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bank rekvizitlari o'zgargan bo'lsa, fuqaro yashash manzilini o'zgartirib xabar bermagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Ba'zan odam pensiyam tushmadi deb xavotir qiladi. Aslida karta bloklangan yoki bankda texnik muammo bo'ladi. Shuning uchun avgust oyida to'lovlarni kutayotganlar kartaning amal qilish muddatini, SMS xabarnoma ulanganini, bank ilovasida hisob faol ekanini tekshirib qo'ysin. 6-jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Keksalar orasida farzandi yoki qarindosh ishonchnoma asosida pensiya oladigan holatlar bor. Bu qonuniy tartibda bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati, notarial tasdiqlanishi, pensionerning tiriklik holatini tasdiqlash kabi masalalar muhim. Agar ishonchnoma muddati tugasa, to'lov to'xtab qolishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Shu sababli oila a'zolari buni oldindan tekshirib qo'yishi kerak. 7-jihat, chet elga chiqqan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim holatlarda pensiya to'lov, yashash joyi, bank hisob varag'i, tiriklikni tasdiqlash tartibi bo'yicha qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Bu yerda aniq holat mamlakatga, muddatga va hujjatlarga bog'liq. Men bunday fuqarolarga elchixona yoki konsullik, shuningdek pensiya jamg'armasi bilan oldindan bog'lanishni tavsiya qilaman. Chunki men bilmagan edim degan gap keyin kechikkan to'lovni tezlashtirib yubormaydi. 8-nozik jihat, ayollarning familiyasi o'zgarishi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda ko'p muammo beradi. Qiz familiyasi bilan ishlagan davr, keyin turmushga chiqqandan keyingi familiya, ajrashgan bo'lsa yana boshqa familiya, pasportdagi yozuv, mehnat daftarchasidagi yozuv bir-biriga mos kelishi kerak. Agar mos kelmasa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, ayrim hollarda arxiv ma'lumotlari talab qilinadi. Shuning uchun ayollar o'z hujjatlarini oldindan tartibga solib qo'ysa, pensiya jarayonida asabiylashmaydi. Endi eng kerakli qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya holatingizni tekshiring. Agar pensioner bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qaysi staj va qaysi ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblanganini aniqlashtiring. Siz mening pensiya ishimdagi staj davrlarini ko'rib berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmat mavjud bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham tekshirish mumkin. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni va hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, harbiy bilet bo'lsa harbiy xizmat hujjati, diplom yoki o'qish hujjatlari.
nikoh yoki familiya o'zgarishi guvohnomalari, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, eski buyruq nusxalari, arxidan olingan javoblar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni tartib bilan papkaga soling. Hujjatlar ko'p bo'lsa ham, bu sizning pulingizga xizmat qiladi. 3-qadam, shubhali bo'shliqlarni aniqlang. Masalan, siz 1992 yildan 1992 yilgacha bir korxonada ishlaganingizni bilasiz. Lekin mehnat daftarchasida yozuv to'liq emas. Yoki 2003 yildan 2006 yilgacha xususiy firmada ishlagansiz, lekin tizimda ko'rinmayapti. Bunday hollarda o'sha korxona mavjud bo'lsa, korxonaga murojaat qilinadi. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilinadi. Arxivda ham topilmasa, ayrim holatlarda sud orqali ish stajini tasdiqlash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin sud oxirgi yo'l. Avval rasmiy arxiv va tashkilot yo'li bilan harakat qilish kerak. 4-qadam, yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaat ko'proq natija beradi. Arizada aniq yozing. Mening pensiyamni qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni, hisobga olinmagan ish stajim va ish haqi ma'lumotlarimni tekshirishingizni so'rayman. Keyin qaysi yillar, qaysi tashkilot, qaysi lavozim, qaysi hujjat ilova qilinayotganini yozing. Ariza nusxasida qabul qilingan sana va raqam bo'lishi kerak. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam, bank va aloqa ma'lumotlarini yangilang. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, buni tegishli tashkilotlarga bildiring. Ko'p muammo shundan chiqadi. Odam boshqa tumanga ko'chib ketadi. Lekin pensiya ishi eski manzilda qoladi. Yoki kartasi yangilangan, lekin rekvizitlar tizimda to'g'ri aks etmagan. Natijada pul tushishi kechikadi. Buni oldindan tekshirish eng oson va eng foydali ish. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga kartangiz kodini, SMS kodini, bank ilovasi parolini bermang. Pensiya jamg'armasidan pul tushirib beramiz. Avgustdagi qo'shimcha to'lovni rasmiylashtirib beramiz. Kodni ayting. Arizangizni tasdiqlaymiz degan odamlar bo'lsa, darhol ehtiyot bo'ling. Rasmiy idoralar sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Pul olish uchun begona odamga oldindan haq to'lash ham xavfli. Agar kimdir shunday taklif qilsa, bankka yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksalar telefon ilovasidan, elektron portaldan yoki hujjat tekshirish tartibidan yaxshi foydalana olmaydi. Agar oilangizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, nogironligi bor qarindoshingiz yoki boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bo'lsa, ularning hujjatlarini birga ko'rib chiqing. 1 soat vaqt ajratsangiz, ular oyma-oy qo'shimcha pul olish huquqini aniqlashi mumkin. Men buni juda muhim deb bilaman, chunki ko'p keksalar mayli boriga shukur deb yuraveradi. Aslida esa qonuniy haqi bo'lishi mumkin. 8-qadam, javobni kuting va nazorat qiling. Ariza berdingiz, hujjat topshirdingiz, shundan keyin ish tugadi degani emas. Murojaat holatini tekshirib turing. Belgilangan muddatda javob kelmasa, qayta so'rang. Javobga rad etish bo'lsa, sababini diqqat bilan o'qing. Hujjat yetarli emas, staj tasdiqlanmadi, ma'lumot topilmadi degan javoblar turli ma'noga ega. Ba'zan qo'shimcha hujjat topshirish bilan masala hal bo'ladi. Ba'zan yuqori tashkilotga shikoyat qilish yoki sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Muhimi, javobni tushunmasdan tashlab qo'ymang. Endi yana bir amaliy misol. Otabek aka pensiyasini 1.900.000 so'm oladi. U o'zicha hamma shunday oladi deb yuradi. O'g'li hujjatlarini tekshirib ko'rsa, 7 yil kolxozdagi ish davri to'liq hisobga olinmagan. Arxivga so'rov yuboriladi. 3 haftadan keyin ma'lumot to'pladi. Pensiya jamg'armasiga ariza beriladi. Qayta hisob kitobdan keyin pensiya deylik 2.160.000 so'mga chiqadi. Farq 2.30.000 so'm. Bu kichikdek ko'rinishi mumkin. Lekin 1 yilda 3 million so'm, 3 yilda 9 million so'm. Shuning uchun men tekshiring deganimda aynan mana shuni nazarda tutaman. Yana bir holat. Malika opa boquvchisini yo'qotgan 2 farzandi bor. U men ishlayapman. Menga hech narsa berilmasa kerak deb o'ylaydi. Aslida farzandlar nomidan tegishli to'lov olish huquqi bo'lishi mumkin. U davlat xizmatlari markaziga boradi, kerakli hujjatlarni topshiradi. Vafot etgan shaxsning o'lim guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjati, ariza va boshqa talab qilingan ma'lumotlar. Natijada bolalar uchun doimiy to'lov tayinlanadi. Bu oilaning oziq-ovqat,
kiyim-kechak, maktab xarajatlariga yordam beradi. Bunday vaziyatda odam faqat bilmagani uchun puldan mahrum bo'lib qolmasligi kerak. Pensiya masalasida yana bir muhim qoida bor. Har bir hujjatning nusxasini saqlang. Arza topshirdingizmi? Nusxasini oling. Arxiv javobi keldimi? Skaner qilib qo'ying. Bank rekviziti berdingizmi? Qaysi sana berganingizni yozib qo'ying. Telefon orqali gaplashdingizmi? Qaysi bo'lim bilan, qaysi sana gaplashganingizni qayd eting. Bu oddiy intizom keyinchalik ko'p tortishuvlarning oldini oladi. Men tomoshabinlarga yana shuni aytaman. Pensiyani qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lov olish masalasida sabr kerak. Bunday ishlar bir kunda hal bo'lmasligi mumkin. Arxiv javobi kelishi, ma'lumotlar solishtirilishi, mutaxassis tekshirishi kerak. Lekin sabr qilish boshqa, befarq bo'lish boshqa. Siz arza berdingizmi, demak jarayonni nazorat qiling. Qonuniy haqingiz bo'lsa, uni talab qilish uyat emas. Bu davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy kafolat sizning ko'p yillik mehnatingiz natijasi. Demak, avgust oyida pensiya jamg'armasidan yoqimli syurpriz deganda men 3 ta asosiy narsani ko'ryapman. Birinchisi, ayrim fuqarolar uchun pensiya va to'lovlarning qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli. Ikkinchisi, hujjatlarni elektron tekshirish imkoniyatlari kengaygani sabab ilgari yo'qolgan yoki hisobga olinmagan davrlarni aniqlash imkoniyati. Uchinchisi, odamlar o'z huquqini bilsa qo'shimcha pul, to'g'ri hisob-kitob va vaqtida to'lov olish imkoniga ega bo'ladi. Lekin yana takrorlayman. Bu masalada aniq xulosani faqat sizning hujjatlaringizga qarab aytish mumkin. Men umumiy tartibni tushuntiryapman, yo'nalish beryapman. Xatolardan ogohlantiryapman. Siz esa o'z holatingizni tekshirtirishingiz kerak. Chunki bir odamga staj qo'shiladi, ikkinchisiga ish haqi ma'lumoti ta'sir qiladi, uchinchisiga umuman o'zgarish bo'lmasligi mumkin. To'g'ri tekshiruv bo'lmasa, odam taxmin bilan yashaydi. Taxmin esa pensiya masalasida pul olib kelmaydi. Bugungi gapimizning eng muhim joyi shuki, avgust oyida pensiya jamg'armasi bilan bog'liq yangiliklar. Qayta hisob-kitoblar yoki to'lov masalalari sizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa pensiyasi kam chiqqanlar, stajda bo'shlik borlar, eski korxonalarda ishlaganlar, familiyasi o'zgargan ayollar. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotish bo'yicha to'lov oluvchilar, ishlayotgan pensionerlar hujjatlarini albatta tekshirib qo'ysin. Men sizga ekspert sifatida eng sodda, lekin eng foydali maslahatni beraman. Kutib o'tirmang. Tekshiring, yozma murojaat qiling. Hujjatlaringizni tartibga soling va rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Bir marta to'g'ri qilingan tekshiruv sizga yillar davomida qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Sizning pensiyangizda ham tushunarsiz joy bormi? Stajingiz to'liq hisoblanganiga ishonchingiz komilmi? Avgust oyidagi to'lovlar bo'yicha sizda savol bormi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va oddiy odam bilishi shart bo'lgan moliyaviy huquqlar haqida aniq va tushunarli ma'lumot berishda davom etaman.